Assalomu alaykum hammaga aziz obunachilar. Mana bugun 12-iyun soat 6:50. Anchadan beri biz video olmay turgandik. Nasib bo'lsa bugun yangi video olyapmiz. Mana jujalarimiz 6-mayda chiqqan. Jujalarimiz. Bu o'zimizdan shu eski obunachilarimiz bilan YouTube'ga qo'ygan dakalarimizni bo'llari. Chiqdi bular. 6-mayda chiqdi. 2 oylik bo'lib qo'yishdi mana. Hozir bularning ota-onalarini ham ko'rsatamiz. Ana aziz obunachi, keyin katagimizda bizni ko'kdog'imiz bosib yotibdi. Bu ham o'zimiz dakalarimizning tuxumlarini bosib yotibdi. 8 ta tuxum qo'yganimizda iyunning oxirida ochib chiqadi. Nasib bo'lsa yangi jujalar chiqadi. Hozir keyin ko'kdog'imiz bor, uni ham ko'rsatamiz. Mana aziz obunachi, ham bitta ko'kdog'imiz. Buni tagida 10 ta tuxum bor. Bu ham o'zimiz dakalarimizdan bosilgan. Bu ham iyunning oxirida ochib chiqadi. Endi dakanlarning ota-onalarini ko'rsatamiz. Bu ham dakan to'g'imiz, bu ham tuxumidan, buni ham jujalardan bor o'zi. Boshdagi videoda bu ko'p bo'lib qoldi, boshladik. Hozir sheriklari nari katagida. Mana aziz obunachilar, jujalarimiz o'tasi. Bu nasib bo'lsa xuruzimiz tulovga kirib qoldi. Hozirgi holat 3 kilo 800. Beylari tulovga kelib qolmasa 1-2 oylarda tulov kelib qoladi. Hozir mokalarimizni ham ko'rsatamiz. Mana aziz obunachi, keyin katagimizda mokalarimiz. Bu kul mokyonimiz 3 kilo 300. Mana mokyamiz. Kurk bo'lgan mokyamiz sheriklari. Mana ham to'g'imiz kurk bo'lgan. Hozir yaqindan ko'rsataman. Mana mokyolar. Boshdagi jujalar shu mokyon bilan xuruzdi bo'llari. Agar kimga qiziq bo'lsa, mana shu betanapar ko'ktog'imiz sotiladi. Ekrandagi raqamlarga aloqa chiqaverasizlar. 300 ming so'm kelishtirib beramiz bedanapar. Bu ham dakan mokyon. O'tgan jujalar. Yaxshi mas bo'lgan. Qiziq bo'lsa 300 ming so'm. Qisqa bo'lsa ham video olishga harakat qildik. Endi nasib bo'lsa jujalarimiz chiqqandan keyin yana bir video qilishga harakat qilamiz. Xayr. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.